Assalomu alaykum. Ikra oldidagi barliq qarindoshlar hammanglarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Abdurim G'aniyevdan sizlarga salom. Nahmaydan qilyapsam tuyuqsiz uzilib ketdi. Shunga jivitib men qayta so'zimni boshladim, kechiringlar. Men 2 kun burun o'zimning Facebook sahifasida o'zimizga qaytayli, o'zimizning ishlarda bosh qotirayli degan temada qisqacha bir yozma yozgandim. Yozmamning asosiy mazmunlari hozir bir qism bizniki o't yurak vatanparvar bolalar Abdurim G'aniyevniki faoliyatlarida Xitoylar qatnashir ekan, Xitoylar so'z qildi ekan, Sharq Turkiston Cumhuriyet kuniga Xitoylar taklif qilinibdi. Shuning uchun biz bu faoliyatga qatnashmaymiz degandek gap so'zda bo'libdi. Bu bolalarniki hissiyotini tushunaman. Hammasini yaxshi obdan vatanparvar ichidin vatan millat uchun kuyinadigan samimiy o't yurak bolalar. Bu bolalarniki mushtaq fikr qilganliklariga, mushaqda o'zidagi ko'z qarashlarini o'tirib dodliqni o'tirib qo'yganlarga rahmat. O'tirimizda faqat tushunmaslik masalasi bor. Mush masalalarni oydinlashtirish uchun men oldin qatam 4-5 savol asosida Facebook'ga bir yozma chiqargandim. Xitoylarni Abdurim G'aniyev Amsterdam Dammeydagi faoliyatga taklif qilyapti. Xitoy til so'zlaganlarning hammasi Xitoymi? Biz Xitoylar bilan Xitoy til so'zlaganlar bilan Xitoy kommunistik davlatga qarshi faoliyatlarda qanday qilib boramiz? Ularla hamkorlashib qolsak qaysi nuqta bizning qizilsizligimiz bo'lish kerak degandek bir necha xil temalarda savol qo'yib Facebook chiqarib qo'ygan qarindoshlarniki buning dodillik bilan o'zining fikrlarini o'ttirib qo'ysin. Bo'lsa men bilan bir ekranga chiqib mush nuqtalarni yuritpaga asosida bir ilmiy bir so'zlashib boqqan bo'lsa desam bu ekran birga chiqadiganlar bo'lmadi. Shu gaplarni degan qarindoshlarmi inkos qaytarmadi. Boshqa ba'zilar bilan ko'rishib boqdim. Mushtoqsiz bir ekran suhbat chiqarsak chiqadigan odam bo'lmaganligi uchun men o'zim chiqib so'zlashga majbur bo'lib qoldim. Biz boshqa davlatlarningki saylovlarga, ichki ishlarga, ularning tashqi siyosatlariga shu qadar zihnimizni ajratamiz, shu qadar iz qo'g'lab xabarlarni ko'ramiz, yozmalarni yozamiz. Munozir qilamiz, ammo o'zimizningki ishlarga Uyg'urlarning Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga bo'lgan qizg'inligimiz boshqa millatlarningki ichki ishlarga aralashganlik tushib, undaq bir qizg'in emas bizning ishlarimiz. Shunga bizning bu bo'layotgan ishlarimizni hozir demasak hammamizga ayon bu nuqtalar nihoyat odamni afsuslantirdi. Endi degan yana bir muhim nuqtadan birisi bu yil Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatini dag'dug'lik o'tkazmoqchi bo'lgandik. Degan tuyuqsiz kelgan xabarlarga asosan 10 noyabr, ya'ni o'g'illik yakshanba kuni Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni faoliyati xotirlash cheklanibdi. Bu vaqtda men qisqacha tushuncha bermayman so'zimning oxirida. Men nima uchun Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatini o'tkazish yillardan bo'yicha o'tkazib kelyapman. Bu vaqtda bir qisqacha tushuncha beray. 2018-yil 6-oyning 23-kuni Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkistonga ilib borayotgan irqiy qirg'inchiliklarni Amsterdamga sayohat kelgan dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan xalqlarga anglatish bilan tilish şekillik namoyish boshlagan. Shu namoyish qilish jarayonida nurg'unlagan bizga o'xshash o'zining milliy mustaqilliklarini yo'qotib qo'ygan, mustamlik uchib qo'ygan nurg'un millatlarning har xil namoyishlarni ko'rdim. Har xil xotirlash faoliyatlariga qatnashdik. Har xil o'zining milliy mustaqillik kunini xotirlash faoliyatlarini ko'rdim. Shuningdan ilhom olib, men bu namoyishlarimda shularningki ba'zi o'rnaklarini qo'llandim. Shundaqla shularningki milliy mustaqillik kuni xotirlash faoliyatlaridan ilhom olib, men Amsterdam Dam maydonida 2018-yil 11-oyning 12-kuni tunji qatim Sharq Turkiston mustaqillik kunimizni Dam maydonida dabdablik
xotirlash ilib bordim. İlgiri hemmimiz özümüz yaşayotgan devletlardaki kurulgan Uygur teşkilatları, setip algan ziminleri yoki ijara algan yerlerde Şarkı Türkistan Cumhuriyet gününe fakat Uygurlar bilan xotirlab kelgan. Men endi boshqa bir shakllarda tunji qatim ommaviy so'rinlarda, ya'ni dunyoni ko'zlayotgan ayda cho'ng-cho'ng maydonlarda Cumhuriyet günü xotirash faoliyatini tunji qatim Amsterdamda başladım. Hem nurg'ay haqlarga o'rnak qilib berdim. Shundan keyin har qaysi joylarda har qaysi tashkilotlar asosida ommaviy so'rinlar o'tkazilgan bo'ldi. Bu bir reallik bir avotimiz. 2018dan tortib hozirga qadar 6 qatim Amsterdam Dam maydonida har yilisi Sharq Turkiston mustaqillik kunini xotirladim. Xotirlab kelyapman. Bu faoliyatga men gerçi o'zim buningga yetakchilik qilayotgan bo'lgan bo'lsam, men yolg'iz emas. Kiravatimiz Dam maydonida shu qadar yani Uyg'urlar qo'llagan bo'lg'achqa kelib qatnashyotdi. Her qatorliq faoliyat bo'lganda Gollandagi bütün tashkilotlar bilan ko'rishman, tashkilotlarni taklif qilaman. Hamma tashkilotlar o'zinglarniki logosi ilib, Amsterdam qo'yinglar, dunyoga o'zimizdan bir kuchli ittifoq bir millat ekanligimizni e'lon qilish bilan teng dunyoning diqqatini tortaylik. Shunday Sharq Turkiston mustaqillik kunimizni xotirlash orqali Uyg'urlarnikimi yaqin tariximizda chiqqan mustaqil qisqa muddat bo'lsin mustaqil yashaganligimizni, Uyg'urlarning erkin yurish irodasiniki izchil davomlashayotganligini, biz o'zimizning mustaqilligini asli keltirishdan iborat bu yo'limizda mangu yonmaydiganimizni dunyoga oshkorlaylik, jakolaylik deb Amsterdam Dam maydonida har yilnisi bayroq chiqaryapmiz. Shundaqla o'xshash bo'lmagan tillarda Uyg'urcha, Gollandcha, Arabcha, Inglizcha, Turkcha, hatta Xitoycha tillarda Sharq Turkiston Cumhuriyet günü tabriknomalarini o'qiyapmiz. Mushuna har yilnisi bu Cumhuriyet günü yaxshi xotirlanib kelayotgan. Endi bu yilmisini Amsterdam Dam maydonida shu Sharq Turkiston Cumhuriyet günü xotirlaymiz deb men e'lon chiqarib bo'lgandan keyin bir qism qarindoshlar yozib deganiga o'xshash Sharq Turkiston Cumhuriyet günü xotirlash faoliyatiga Abdulmur Osman faoliyatlarga Xitoylar kirdi ekan. Shuning uchun biz bunun qatnashmaymiz degan gap so'zda bulag'liqkan. Bu qarindoshlarning hammasi obdan haqiqiy vatanparvar, millatparvar, ichidin vatan millat deydigan o't yurak bolalar. Bularning bu fikriga hurmat qilaman. Shunda qo'rqmay fikrni o'tirib qo'yganligimga rahmat. Lekin o'tirimizda ozroq o'xshamas bo'lib qolish nuqtasidan bunu to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushunadi, to'g'ri tushunmaydiganlarga yana o'tirda nurg'ulgan xitoblar kelib chiqdi ekan degan asosda men bu nuqtalarga qisqacha tushuncha beraman. Unda Xitoy tilida so'zlaganlarning hammasi Xitoy hisoblanadi. Bu savollarga javob berishdan ilgari biz Xitoyda 56 millat bor deb Xitoy o'ziniki o'zi 56 millat borligini dunyoda shuni deb kelyapti demdi. Faqat Uyg'urlar bilan Tibetlar, undan boshqa millatlarning tili, akama Guangdonglarninki yana bir tili bor ekan, Guangdong tili. Mushlarning boshqalarniki hammasiniki tili Xitoy til tarafidan osmosga ketib qolgan. Shuning Uyg'urlar bizning tilimiz tubdan ayrim Xitoylar bilan Tibetlarning ham shu taqib turqimiz, chiroyimizmi Xitoy o'xshamaydi. Shuning biz Rushan Xitoydan farqlanadigan ikki millat, ya'ni Uyg'urlar bilan Tibetler, Janub Mongoliyaliklar var, Mongollarmı, ularning o'zining ayrim tili var aslında. Unutqatdan bularning ayrim tili var. Undan boshqa mana shu kanton tili so'zlashganlar, Guangdong o'lkalarini asos qilgan mushun atrofidagi lalaki hammasi kanton tili so'zlashdi. Bularniki tilimi Xitoy tili bilan o'xshab ketganda qilgan bilan o'xshashmaydi bular. Bular o'zini Xitoy demaydi ekan. Unda qilib qolsa Xitoy tili so'zlashganlarniki hammasi Xitoy ulamdi deganda degan o'xshash Xitoy o'zida 56 millat va deb kelayotgan bo'lgan ekan, faqat Uyg'urlar bilan Tibetlarniki Janub Mongoliyalarniki uchiniki tili bor. Bu til hozir qo'llanib kelaylik, undan boshqa millatlarning tillari osmasiga o'tib ketaylik. Undan boshqa bu boshqa millatlar o'zini biz Xitoy emas, masalan Guangdonglar kantoniyaliklar bor. Kantoniya mustaqilchilari var, ondan başka Jin devlet mustaqilchilari var, ondan başka yana
Şimali Xitayning shimoliy qismiga nurg'unlagan ba'zi o'lka yaylanlardimi biz o'zimiz Xitoy emas, Xitoy bizni besib olgan deb hatto buni shu nima 1911dagi Sunjonsanniki hokimiyat olgan tartibda o'zining davlatini besib olganligini jakarlab bular o'ziniki Twitter ya'ni hozir X akkauntida nurg'unlagan o'zining mustaqil xitobnomalarini e'lon qilgan millatlar bor. Bular tüptün chiroylari taqdir hammasi Xitoyga o'xshaydi. Xitoyga o'xshaydi. Lekin bular biz Xitoy emas deydi. Biz Xitoy emas, Xitoy so'zligimiz uchun biz Xitoyga qolmaymiz deb bular o'ziniki mustaqillik xitobnomasini e'lon qilgan. Bu Twitterlarga qarasanglar, bularning nurg'un nimalari bor. Menga ergishchilik bular bizning ba'zi faoliyatlarimizga keladi degandek. Mushlarniki bizniki qarindoshlar xato tushunib bular Xitoylarni Abdurahim Akib Amsterdamda Uyg'urlarningki Sharq Turkiston mustaqillik kunlarida yoki boshqa o'rlashgan faoliyatlarga taklif qilish orqali Xitoylarni so'ziltiyotdi degandek mutaqalliqqa ba'zi bir gaplar taqilish orqali o'tirib uqishmas qilyapti. Men har qatam Amsterdamda Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyat qilay va yoki boshqa Xitoy qarshi faoliyatlarni o'rinlashtiray yoki g'ulji qirg'inchiligi bo'lsin, barini qilib qolib qolsin, yo Urumchi qirg'inchiligi bo'lib qolib qolsin, o'sha namoyishlar boshqa qarindoshlarla tashkilotlarni birlashib o'rinlashtiraylik. Buni kep so'zlayotganlar har qatam so'z taklif qilishdan burun bolalarga ashar namoyishga qatnashgan bolalarni oldi deyman. Hozir chiqib men so'zlaydiganning taqdirqi Xitoyga o'xshaydi. Xitoy so'zlaydi, lekin bu o'zini Xitoy demaydi, bu boshqa bir millat. Bular Uyg'urlarningki jumla Sharq Turklarning mustaqilligini qo'llaydi. Shuning uchun bizdan bir sat turyapti. Ma'lum so'zlashga chiqib qolib qolsa, meni xato tushunishlar o'tirimizda o'xshamas bo'lib qolmasin deb bolalarga mushaqqatman tushunchi berayotgandikan, ana bolalarga so'zlash fursati beraymi bo'lsa, men bersam bo'ladi, so'zlasin deydi. Ana ekan chiqib buni so'ziltib, men videolarni turlarda qo'yapmiz. Buning diqqat qilib baqsangiz bo'ldi, so'zlaganlarga so'zlagan so'zida bularniki Xitoy so'zlagan bilan ba'zilar Xitoy so'zlaydi, ba'zilari Guangdong tili so'zlaydi. O videolar hozircha torbatlarda bor. YouTube'larda bor. Hiç buni so'zlagan narsaning hech bir yerda bizning Sharq Turkistonningki mustaqillik irodasiga xilof yoki Uyg'urlarningki tub manfaatiga xilof hech qanday so'z jumlalar yo'q. So'z jumlalar yo'q. Faqat bularningki ba'zi so'zlagan nimalarda lekin Xitoy so'zlaganlar ba'zi bolalarningki buni qarshi chiqayotgan nimalari bor. Aniga ba'zilar deydi, bular bizning partiyada qatnashayotgan, bularning partiyada qatnashsak bizga so'z qilish fursati beramdi, u bu degandek bunday qarshi fikrni o'tirib qo'yayotgan qarindoshlar bor. Bu nuqtaga hali kelma. Shunga birinchi deb qo'ygan gibi men Amsterdamda har qatam faoliyat qilgan vaqtlarda davomli qatnashadiganlardan Kantoniya mustaqilchisi bor. Bu ham Uyg'urlar ko'p namoyish bor, Uyg'urlar bo'ldi, har qatam namoyishimiz aktiv qatnashdi. Men namoyish haqida bir uchur e'lon qilgandikinlar bular bilan aloqa qilishdi, biz bir namoyish qatnashimiz deb hatto so'zlagan so'zning tekstining avatidir. Men ko'rib baqib, ama bulabdi yoki bo'lmabdi, amada o'zgartimi yoki munosabatlik shu qatimli qilgan namoyish munosabat uchurlar avat vermay, shundan u so'zlaganga bir narsa tayyorlab keldi. Men uning deyman shu 5 minut atrofida so'zlasam bo'ladi, unda jiq emas deb buning vaqt belgilab beramiz. Undan boshqa Jindiyo'lda deydi ekan, hozir Shanxi. Ularni Xitoyni ayrib biz mustaqil bo'lamiz deydi ekan. Shanxayliklar borki, ular biz mustaqil bo'lamiz, biz Xitoy emas, Xitoy bizning zimmamizni besib olgan deydi ekan. Degandek nurg'ulg'an da ushaq Xitoydagi millatlar bor, bularning hammasi o'ziniki o'zi mustaqillik xitobnomani e'lon qilishdan tang bularning Xitoy qarshi faoliyatlarini elib beryapti. Bu narsanikini. Shunga bularning hammasi biz Xitoy deb bir tayoqda aytsak, deb bir xillikka o'chmanlik nuqtasidan qarasak, hissiyotimizni tushunmaymiz, hissiyotimizni ekan. Hammasi bizimiz ko'zimiz Xitoy bilim ko'rdi, lekin bizning cho'ng dushimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchi, Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turishda bu shunda Xitoylarningki Xitoylar qarshi bo'lib kuchlarni biz hamkorlashishimiz kerak. Hamkorlashishimizdan lekin nimasi bo'lishi kerak? Qizil siziqlar bo'lishi kerak-da. Ya'ni bizning eng avval Sharq Turkiston mustaqilligini e'tirof qilish kerak. Xitoyningki Sharq Turkiston besan bir zamin ekanligini e'tirof qilish kerak. Mushta bo'lgan-ki bularni hamkorlashsak bo'ldi. Bo'lmasa bularni hamkorlashishga men qarshi. Unda qolib qolsa, yana bir savol, Xitoy demokratchilari, Falunglar o'rinlashtirgan Xitoy kommunist yo'liga qarshi faoliyatlarga taklif qilsak, qatnashsak bo'lamdi? Agar qatnashsak, qizil siziqimiz nima bo'lishi kerak deb. Bu savolni nima qilgan?
Unda olsa men Xitoy demokratchilarini Amsterdam dam maydonidagi faoliyatlarga, jumladan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Günü xotirash faoliyatiga taklif qildimmi, qilmadimmi? Bu to'g'risida xalqimiz qisqa tushuncha berib o'taylik. 2021 yilda Amsterdamdagi Leyden maydonidagi De Bali degan bir organniki o'rinlashtirishda aşağıda bir Uyg'ur ovozi nomli bir rasm ko'rgazma o'tkazildi. O resim ko'rgazmasiga biz barcha Uyg'urlar taklif qilindik. Jumladan men bor. U yerda resim ko'rgazma o'tkazishdan ilgari u yer chedirlarni tikib, nurg'un lozikalarni ostida, hatto mening taklifim, men Amsterdamda qo'llangan lozikalarni shu yerga tizdik, qo'ydik. Ashunga eshitish murosimida Amsterdam shahar boshlig'i, burunqi shahar boshlig'i kirib so'z qildi degandek. Aniq o faoliyat 2 kun bo'lgan faoliyat 2 kun bo'lib ekan. Şu faaliyetke men teklif aşı faaliyet qatnaşsam, aşağı turpasan deganlar uchun aşağı tuğan. 2. gün bo'lganda Xitoy Demokratik Partiyasiningki raisi Gollandiyadagi Chin Jinxo degan bir Xitoy bir qancha Xitoylarlar shu rasm ko'rgazmasiga keldi. Kelib ular men bilan ko'rishib paranglashdi. Paranglashib bizni tor dunyosida ko'rgandik, bilan yuzlarni ko'rishdik. Deb tunishdik verdi. Men pistane o bo'ldi. Aşağı tunuşkan en çok kendi Xitoy demokratçılarınınki, yani Avrupa'daki Xitoy Demokratiya Partisi'nin Avrupa'daki vekili ama reis kendi bu. Şuna ki bunlar tunuşup mukandaki ki ben bunun dedim sen Şarkı Türkistan müstakillik kanda qaraysa Şarkı müstakillik kollamsan, sen ben kollayman deydi. Şarkı Türkistan Xitoy tajavuzini besib olgan, bunu kollamsan, bunu itiraf qılamsan, itiraf qılaman dedi. Ras itiraf qılamsan, sen ras itiraf qılaman dedi. Onda qap qasa sen itiraf qilsang ig'zing deb qo'ygan hisob emas. Chuqur mushuni so'zlab bir video qilib taqasak bo'lamdi, sen bo'ladi dedi. Shunlar naq maydonda biz video so'zildik. Video qildim Xitoyni bor o'zingni ko'rdinglar. Bu Xitoy dedi Sharq Turkiston bir mustaqil davlat. Buni Xitoy kommunist davlati 1949-yilda besib olgan Uyg'urlarning jumladan Sharq Turkistonliklarniki mustaqil bo'lish haqqı va xalqaro qonun bo'yicha men Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llayman. Sharq Turkiston besingan zamin Uyg'urlar mustaqil bo'lsin degan so'zlarni videoni taqatdim men. Bunda videoni hemen jiq taqatdim men, xili ko'pni taqatdim. Hozirgacha bizniki da'vo qilayotgan mayli Amerikadagi bo'lsin, mayli Germaniyadagi bo'lsin, yana Xitoy demokratchilari boshqa Xitoydagi boshqa o'xshagan guruhlar bilan faoliyat qilayotgan Uyg'urlarning birasi chiqib, hozircha Xitoyning birasini Sharq Turkistonning besingan zamin ekanligi, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydiganligi to'g'risida so'z baqqan bir Uyg'ur yo'q chet ellarda. Men tunji qadam bir qancha Xitoyni so'zlatdim. Buniki video nimalar bor. Agar buni so'zlab qo'ygan ekan, bu Xitoy dedi. Men Uyg'urlarning ba'zi faoliyatlariga borsam, shu so'z qilsam bo'lamdi dedi, so'z qilsam bo'ladi dedim. Lekin so'z qilishning sharti dedim, cho'qim sen Xinjiangda ishlatmaysan, Sharq Turkiston deysan, Sharqning besingan zamin ekanligini e'tirof qilib Sharq Turkistonning mustaqil qo'llaydiganini bildirib aytgan so'z qilsam bo'ldi, qatnasam bo'ldi, faoliyatingga sen bo'ladi dedi. Shu yilda Sharq Turkiston Cumhuriyet Günü shu vaqtda 2021-yil 10-oyninki oxir haftasida shu bo'lgan rasm ko'rgan faoliyatda. Anda bu Xitoy dedi, men Sharq Turkiston Cumhuriyet Günü faoliyatida qatnashmayman dedi. Qatnassam so'z qilsam bo'ladimi degan so'z qilgan shart qo'ydim men. Bo'ladi dedi. Ana keyin shu demegan dam maydoniga bayroq chiqarish murosimiga bu Xitoy o'zi kelmay, o'zining vakilini aytdi. O'zining vakilini ketdi, undan boshqa yana Xitoy kabi degandek o'xshamagan guruhdagi Xitoy qarshi o'zining mustaqillik uchun kurash qilayotgan boshqa guruhlar keldi. Kelib aşağıda naq maydonda Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini birga xotirladik, bayroq chiqardik. Bu yer yamanchiq Uyg'urlar bor. Ana keyin bularga u yer kelgan bo'lgan so'z qilish fursati berdim. Ba'zilari uzoq so'zlab qolganlari bor, ba'zilari qisqa 1 minut yana so'zlaganlari bor. Lekin bu so'zlashdan burun bularningki kim ekanligi, nimshi bo'lib qatnashganligi to'g'risida men o'sha tafsil xalqimga javob berdim. Xalqimizmi so'z bo'ldi-kan Sharq mustaqillik e'tirof qilgan bo'lgandan keyin bizni qo'llagan bo'lgandan keyin deganlik uchun bilan so'zlatdim. Shunday bir faoliyat yaxshi ketib qolgan. Lekin bu yil esa Ürümçi 40-yil faoliyatida, uni oldi faoliyatdami yana ba'zi nimada bizniki shu ilgirki Cumhuriyetga faoliyat qatnashgan ba'zi
kantoniyliklar, hakim cin devlet müstakilçileri, başkalarım kelip qatnaşdı bu faaliyetlige. Hatta bulardan sırt yana Tibetler var, aslında unutub qaptım. Tibetler var, Janub Mongoliyaliklar var, Hong Kongliklar var, Qatarlik hakim Manjular var diye burun. O Manjular hazır nimaga German ketdimi, o yo'qolib ketdi, o hazır kelmadi. Boshqa bilan hammasi keladi. Men bular aloyi teklif qilmayman. İlan chiqargandan keyin ko'rgandikilar o'z aloqa qilishda bizim qatnashimiz ma'noga deb. Shunga har qatim faoliyatga kirayotganlar bushlar. Bular hammasiniki kim ekanligi hammasi aniq. Facebook, Twitter, nimalar hammasiniki ism jismlardan turg'i chiqiliq bularniki. Ana keyindan bu yerda yana bir masala bor esa Falun Gongchilarniki. Falun Gongchilarning faoliyatiga qatnashsak bilan Falun Gongchilar boshqacha bir guruh ular. Bular Xitoy demokratchilarlar bu bek nima qilib ketmaydi. Kumushlar turgan bilan o'tirdi bek nima men bularniki Amsterdam namoyishlarga qatnash jarayonida his qilganim Xitoy Falun Gongchilari uda 2 yil bo'lgan Amsterdam dam maydonida Xitoy kommunist davlatniki 10-dan 1-kuni Xitoy davlat qurilganligiga qarshi namoyish o'rlashtiradi. Bu namoyishga men taklif qildim haqiqatan. Ondan keyin boshqa Uyg'urlar taklif qilindi, lekin boshqa Uyg'urlar kelmagan ekan hammasizlar. Meni taklif qilgan vaqtida bular shart qo'yman. Men borman qatnashman dedi. Bir Sharq Turkistonlik bulash nuqtamdan bir Sharq Turkistonlik deb ashay taklif qilsan, men borman, lekin Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman deyman ashada. İkincisi bana en kemide 10 ming so'rash fursati bersan deyman. Mana g'oyib bo'lib ketgan 19 oila a'zolarim Xitoy tajovuzning sharqning irqiy jonliq isboti mush qilib men o'sha 10 ming so'zlayman deb en kemide 15-20 bilan vaqt olaman. Bu vaqt deb qilish yolg'iz men emas, yana boshqa Uyg'urlar kelib qolsa mushtalan ham tang so'zi chiqib deb shunga 20 minut söz qilish fursati bersan boraman, bo'lmasa bormayman deb shart qo'yman. Shunga harakatdan meni chaqirdi bular Xitoy Falun Gongchilar. Buni hamiz ko'rib turdim, dam maydonida maydon taqatdik. Bunun qatnashganlar shunda jib, men ash maydondan qap o'tirsa chiqib, Sharq Turkiston davlat marshini qo'yib, uning keyinidan marsh tükkendikin, uning keyinidan men Sharq Turkiston bo'lgan irqiy qirg'inchiliklarni dalil isbotlab o'ngiltma bu narsani. Ashunda davomli ishlayotgan bultu kelganda u yer ozroq jidal chiqdi. Bu jidal nimadan chiqdi degan vaqtimizda meni 3-yo'lab so'zga taklif qildi. Söz teklif qilgan vaqtida yani Sharq Turkiston davlat marshini qo'ydim, uning keyinidan Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilikni o'ngiltib bo'lgandan keyin yamanchiq chavaqli chaldi yoki bosh riyosatchisi Gollandiyalikda o Gollandiyalik nəhayət yaxşı bo'ldi. Biz Uyg'urlarniki ahvolini nəhayət yaxshi anglatdim. Rahmat sana dedi. Anakem joyim qaytib ketdim. Anakem hammadan so'zlab bo'lgandan keyin u Gollandiyalik yana bir qatim meni taklif qilishmaydi. Nimaga? Sen yana bir qatim so'zla deb, men bir qatim so'zlab bo'ldim, yana bir qatim so'zla dedim. Sen bir qatim so'zlayman, sen fikringni hurmat qilay. Yana shartim Sharqning davlat marshini qo'yman. Uning keyin so'zni boshlayman. Sen Gollandiyalik bo'lib dedi. Qo'yamiz, qo'yib nima qildi? Hammani tayyorlab berdi. Sharq Turkiston davlat marshini toza qo'yib olsak, ko'rdim naq maydonda. Shu yerda o Xitoylardagi bir skaplarni qilib mikrofonni tortib elib oldik. Ana u yer jidal chiqdi, soqchi keldi. Oxiri soqchi aralashishdan u yerda meningki men u yerda Gollandiyalik tarafidan shu nimani faoliyatni boshqaruvchi, ya'ni koordinator tarafidan taklif qilinganligini anglagandan keyin anan keyin Xitoy u yerda maydondan ayrildi. Bu vaqtda men shu kun kelib Amsterdam demaydi qanday jidal bo'lgan to'g'risida yozdim. Hatto bu Xitoyning kim ekanligini aniqlab men qildim. Ashada akam ash maydonda rasa mening ashu qulamda mikrofon tortib olgan vaqtda ashada Xitoy demokratchilari, Hong Kongliklar, kantoniyliklar, jin davlatdagilar, anikan shu 89-dagi Beijingdagi Tiananmen voqeasiniki qurbonlarniki oil tabatlari, anikan Tibetler, Janub Mongoliyaliklar meningki men taraf tutdi bular. Meni qo'lida isning to'g'ri, ma Xitoy qasdan mashasiniki so'zini bilyapti, mikrofon tortib oldi dedi. Akam Xitoy Falun Gongchilar bitirib, qolganli bitirablab, ular meni qo'lida tashadi. Hammani nimada bor. Bu narsa necha million qadam Twitterda taqtildi, Facebookda necha yuz ming odam ko'rdi, bu nurg'a inkoslar tushdi. Shundan keyin bu Xitoyning kimligini aniqlab baqay deb jiq surishtirib, Xitoylar aniqladim bu narsanikni. Aniqlasam bu Xitoy Kommunistik Partiyasidan chekindirish xalqaro qo'mondonlik markazining 2 nomerli shaxs ekanda bu. Shundaqla bu Falun Gongchilarning kim cho'ng bir yetakchisidan birisi ekan. Anakem oqshimsi kelib men bu to'g'risida maqola yozib e'lon qildim. Uning keyinidan inglizcha tarjima qildirib, Xitoylik Zimiston to'g'risida e'lon qildim.
Üzərini tor betida e'lon qildim. E'lon qilib bo'lgan keyin bu Xitoylar yana shu Falun Gongchilar anke mash maqolani o'chiribsan deb menga Twitterda xat yozdi. Nurg'un odamlarni aralashtirdi. Bunga hatto Gollandiyadagi ba'zi tashkilotlarga, masalan, Gollandiya kishilik fondi ashlarga telefon qilib, hatto mush Abdurim G'ani ashi yozgan yozmasini o'chirayotgan bo'lsa, biz Apple so'rasak, shuni o'chirayotgan bo'lsa deb men qat'iy o'chirmayman dedim uni. Qat'iy o'chirmayman. Sen bu adabsizlik qilgan mushasi mangu qilib qilish kerak. Sen sharmanda bo'lasan sen Xitoylarda. Hatto bu jilnisi mush nimaga Gollandiyada ochilgan mana Xi Jinping sotlaydigan sud qumi shu Xitoy faoliyatchining eng cho'ng birinchi nomerlik shaxs kelgan shu yerga. Shu yerdami shu ashlarda ash bultumishda bo'lib qolganda biz nihoyat afsuslandik bundan. Ash yozgan narsani bir o'chirayotgan bo'lsang, sen Apple so'rasak, hatto bular bilan ayrim qahva ichishga sirq bir taklif qildi. Ham uni rad qildi, men qat'iy bormadim bu narsalarni. Buning hammasi dalil isbot bir narsalar bor buningda. Shuni bilan ana keyin bu Xitoylar bo'lgan eng cho'ng nima degan dam maydoni qanqishqarni o'rlashtirgan bu faoliyatida Xitoy yaxshi o'rlashtira olmay, meningki ashada haqliq so'z aytgan so'zni bilib o'tganligi uchun Xitoy faoliyatchilarining Amsterdamda faoliyat qilish huquqi ep tashlandi. Ma dam maydoni misol jidal chiqib qolsa, kim o'rlashtirgan bo'lsa namoyishni shu jidalga sabab qilib qolsa, bu namoyishni huquqi ep tashlandi. Shunga Amsterdam nurg'un qatim jidallar bo'ldi ko'rdinglar. Men hargiz qo'l shitmadim. Hayva qildim keyin qo'l shitmadim. O'zimning haq qilib qolsa, o'zimning haqqini qo'g'dirdim ashada. Qulan bir qulan ay yulduzi ko'k bayroq bor, Xitoyga tikilib turib ashada o'zimniki Xitoyning oldida mixta qadilib, o'zimning haq nimasida chim turdim. Shuncha hozirgacha men namoyish qilishni cheklayotgan dam maydonidagi Xitoy faoliyatchilarininki unda kam ko'lam namoyish qilish huquqi ip tashlandi. Shunga bu yil 10-oyning 1-kunlik faoliyatni Xitoy faoliyatchilari qatnashmagan asosda Amsterdam dam maydoniga ilib berildi bu faoliyat. Undan xo'sh, bu faoliyat haqida qisqa tushuncha berayim. Bu faoliyat o'rlashtirgan mezgilida men bilan aloqalashdi. O'sha Xitoy davlatining qurilganligiga 75 yillik qarshi Amsterdam dam maydonida faoliyat qilamiz. Sharq Turkistonliklar, Tibetlar, Xitoy demokratchilari, agar Xitoyniki yana boshqa Xitoy xristian jamiyatlari, ana boshqa Xitoyning nurg'un tashkilotlari bor. Xitoy o'qituvchilari shular keladi, hamma so'zlaydi. Sen mi kelsen qatnashsang deb menga taklif etganligida men bularga shart qo'ydim. Birinchisi, chunki bu namoyish o'rlashtirganlar bular men bularlar hamkorlashadigan bo'lganligi uchun men dedim. Birinchisi dedim, men shu faoliyatga qatnashman. Qatnashim uchun men boshqa Uyg'urlarni ep boraman. O'sha qancha Uyg'ur kelgan bo'lgan bo'lsa so'zlayman deganlarning hammasiga so'z qilish fursatini dedim. Birinchisi. Men faqat o'zim tashkilot vakillik qilman, bosh tashkilot vakillik qilgan Uyg'urlar keladi, bular so'z qilish fursatini bersan dedim. Birinchisi bu. Ikkinchisi, men shu faoliyatda men so'zlashdan burun Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman, hamma ash maydonda jim turib anglaysan, qarshi qildirmaysa buningga dedim-da o'sha. Degandan keyin bular ma'qul dedi buningga. Shuni bilan o faoliyat bo'ldi, keldik bu qatimki shu 10-oyning 1-kunga bu Xitoyning 75 yilligiga davlat qurgan 70 yillik qarshi namoyishda bizning Uyg'urlar xili jiq kelibdi. Xitoylik so'zida so'zlash fursati menga kelganini ko'rdinglar. Davlat Sharq Turkiya davlat marshimizni qo'ydik. Uning keyinidan so'z qildim. So'z qilib bo'lgandan keyin boshqa tashkilotlarning rahbarlaridan Jazo lager shoiri Qalimnur xonim so'zladi. Boshqa tashkilotning odamlari so'zladi. Degandek maydonning asosiy kontrollarini biz qo'limizga olib oldik desak bo'ldi shu maydonda. Boshqa bolalar, qatnashgan bolalar hammasi bor. Asosli qashada short bo'lsaqmi biz eng kuchli to'lidik shuarni. Qanchalik Uyg'ur so'zlayman degan bo'lsa, ashyoga riyosatchilida ma Uyg'ur so'zlaydi, men so'z qilish fursatisan deb hammamiz ashyoda so'zlayman degan hammasi nima qildik. Demakchi, Xitoylardimi, ya'ni Xitoylar o'rlashtirgan bu faoliyatga, ya'ni Xitoy demokratiya o'rlashtirgan bu faoliyatlarga biz hamkorlashgan vaqtda shartimni qo'ydim. Shartim asosan ashyoda haqqim to'liq oldim. Ben deb bergandek bu narsalarniki. Unda qilib qolsa bizga kelgan vaqtda-chu degan nima endi bu nuqtadan chiqish qildi. Bu yilnisi 2-oyda yo'q, nimaga bor inqilob namoyishida ham g'ulji qirg'inch namoyishidami Amsterdam dam maydoni namoyish o'rlashtirgan vaqtda shu chog'da yana bir qism aban degandek Kantoniya mustaqilchilari, Jindiyot mustaqilchilari, anan keyin Tibetlar, Janubiy Mongoliklar hammasi kelib qatnashdi. Men har qatdan dedim-ku namoyish qilib qolsam, mush guruh odamlar hammasi aloqali biz bir qatnashimiz namoyish qildi.
Bular kelgandan bular söz qilish fursatimiz kerak. Söz qilish fursatida bilan qisqa tushuntiryaptim. Sözge vaqtda şey bir hamda Jin davlat mustaqilchisi. Bu Jin davlatgan Shanshu o'lkasi mustaqillik qo'llaydiganliganda biz Xitoy emas, biz Xitoydan mustaqillik bilinib chiqimiz, Xitoy bizni besib olgan deydiganlar ekan. Ana buni so'z qilish fursati berganda bu azroq uzun so'z yetib qoldi. Endi men uni qulni ashari mikrofon tortib elib olaymi deb baxtim hamda. Sen uzrab ketgandan keyin tortib elib olsaq jidal majra chiqib qolsan u yerdan. Because keyingi namoyish qilish faoliyatimni ta'sir etib qolmasa, savrchanlik bilan turdim. Bir qism qarindoshlar bakkalikdan ketdi. Abdurim buni bo'ldi qil so'zni tiyveramiz. U bu deb oxir bo'lmay, Xitoyni to'xtatdi. Ana bu yer bolalar mana azroq nima qildi. Nimish biz Xitoy bunda qadar so'z qilish fursatimiz anda qilamiz, biz namoyish qilsak, biz so'z qilish fursat beramdi deb. Bular chiroy Xitoyga o'xshagan bilan, Xitoy so'zlagan bilan, bular Xitoy emas, bular ko'tarib turgan bayrog'i bor desam, yana azroq u yerda munozara qilishdik. Mana bulayotgan ahvollar mushu qarindoshlar. Men hozirgacha qilayotgan faoliyatlarimda hammadanki bayroq nimam bayrog'im aniq. Mang'ay yo'lam aniq. Boshqalarla hamkorlashsa, faoliyat qilib qolsa, qo'ydigan shartim bor. Ham boshqa millatlarning bizning faoliyatimizga qatnashib qolib qolsa, qo'ydigan shartim bor. Shunga Xitoy yoki Xitoy o'xshagan boshqa guruhlarniki Abdurim G'ani o'rlashtirgan faoliyat qatnashishga oldingi sharti deb men yozmamni e'lon qildim. Tor betimda bor bu narsa. Shunga ma'noda iniqib kelsin. Men har qatim bir qadam besishdan ilgari noat obda o'ylashman. Mush qilayotgan ishim yoki boshqalar qilayotgan hamkorligim millatimniki tub manfaati uyg'un emasmi? Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga foydali olib kelamdi, ziyonli olib kelamdi. Men bu noat dangsab aqliy tafakkur chiqib ba'zi nuqtalar kallamda o'tmay qolib qolsa, bilimlik aqllarimiz bilan, do'st birodarimiz bilan paranglashib, anikan shular bilan ham fikr almashtirib qo'ygandan keyin oshpush etmayman. Hargiz o'zim hisob asos qilib nima qilib ketmayman. Ma'nasi aniq bo'lsin. Shunga biz o'zaro suhbatlashayotganda, o'zaro o'tirmas uqishmasliklarni adam yo'q yerda keynimizning gap qilmay oldiga chiqib lilla gap qiladigan vaqtimiz o'tirimiz uqishmasliklar tugab biz bu Sharq Turkiston mustaqil harakatimizda yangi sahiflarni ocha olamiz. Shunga men haqida har xil gaplarni anglagan yo namoyish haqida va Jumhuriyat kuni xatlanish faoliyati haqida har xil gaplarni anglagan qarindoshlar o xalqning degan gapini anglamay mening og'zimdan anglab boqmanglar. Men 6 yil bo'ldi, uda Amsterdam dam maydon Sharqning Jumhuriyat faoliyatini qutlayapman. Har xil loziklarni yostyapman. Har xil loziklarni ochib esyapman. Bayroq chiqaryapman, ashtash qilyapman. Men uni bitta bayroq ko'tarib berib lakin qilib qo'yg'im qilsam qilaverman. Nimishqa unda qilsam vijdonim g'ururim ko'tarmaydi. Avlodlarimiz lapildatgan bayroqni men dam maydonida dunyoga Sharq Turkistonning mustaqillik irodasini bildirish uchun shu qilib kelyapman bu narsalarni. Shunga mana narsaga savrchan bo'layli. Biz Uyg'urlar o'zaro faoliyatlarimizni qanchalik qo'llashyapmiz, bilyapmiz. Uni deymiz, buni deymiz. Har xil putoq chiqarayotgan bu har xil xushmas qilib chichidan olib ketdi. Shunga Xitoy qarshi kuchli bo'lsa-mu, hamkorlashgan kuchlar bilan qizilsizligimiz aniq, mangadigan yo'limiz aniq, qo'ygan talab nishonimiz aniq bo'lgan ekan, hamkorlash uchun bir ara kelayli. Bu strategiya, bu plan nimasida biz paranglashanmaydigan yerimiz yo'q. Shunga mening faoliyatlarim aslida men shu Amsterdam damay namashqanning yog'i o'zim qo'ygan talabim shu edi. Gollandiyadami hamda Turkiyadan qapqas tashkilotlar jiq. Nurg'un tashkilot va jigimlar tashkiloti bor ekan Gollandiyadami. Ya'ni Golland Uyg'ur tashkiloti yetarli bo'lgandan keyin bular bilan o'zaro hamkorlashyapman. Chat qaqishmay, faoliyat qo'llasa, faoliyat o'qas vaqtim chiqsa berib, bularni o'rlashgan faoliyatga taklif qilib, iloji va Xitoyga qarshi boshqa kuchlar bilan hamkorlashib, dam maydonida yoki boshqa har xil faoliyatni o'rlashtiradiganqa menda bir strategik plan tuzganman. Hozircha shu planni bo'sh ketyapman. Yana bo'sh ketayotgan planimning qizilsizligim aniq meniki. Meni bilib qolaylik. Shunga men Uyg'ur tashkilotlaridan boshqa to'la talishib o'tmayman. Faoliyat qilib qolsa, kim faoliyat qilib qolsa, qo'l oy yulduzi ko'k bayroq qilib qolsa, qo'llayman. Shundaqla Xitoyga qarshi barliq kuchlar bilan Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan, Sharqning besingan zamin ekanligini isbotlaydigan
Şarkı besanızın işgalliğini itiraf kıldığan Xitay demokratçıları olsun veya Xitay'a karşı abed degende başka milletlerle okuyup kapasın bularla devamlı hemkarlaşma. Yani bularla bizden kurup çıkan bir grupsu var, bunun beri var. Biz bu işlerle devamlı birleşip faaliyet orlaştırmıyoruz. Buların köpüncüsleri sen orlaştığı faaliyetine biz hemkarlaşayla deydi. İşte biz tenkılayla deyimiz şartım inik. Kızılsızlıkım inik menek manası yine kapıp kapasın. Hem de köpünçe bu yerde abedin dep koyup nim kıldı Kantoniya müstakilçileri bununla kurgan bir grupam var. Kantoniya Şarkı Türkistan dostluk grupsu dep. Bularla takatkan nimelerimiz var. Bu her katılı faaliyette kildo yüze aş video klip, kameralarını eklep, hatta nime var, yamratqılarını eklep aş faaliyetlerge yardımlap katnaşıdı. Kürevatımız karindaşlar. Bu katım 10. ayının bayramdaki namayiş ötkesine ilgirikki namayiş ötkesinden aşağı kim sözlegen bolsa şunun sözlerine çıraylık video kılıp kürüştürüp takip atıdı. Bunun bir kolluğallık nemesi. Şuna şıqa bunda kolluğallık her katım hemkarlıkını bilip ep barama. Hemkarlık ep barama. Nişan gayem ine. Onda yapıp kalsak en ahırkı bir nokta nimişin bu yıl Amsterdam Dam Meydanı'ndaki Şarkı Türk'ten Cumhuriyet'ine hatırlaş faaliyeti tuyuksuz emelden kaldırıldı da bir Facebook çıkarıp koydum. Bu noktaya kirme, sözümü ahırlaştırma. Her yılınız Amsterdam Dam Meydanı Şarkı Cumhuriyet'ine hatırlaş faaliyetini ben çık yaptı burun torda iltimas kılıp sakçılar bilen kürüşüp mukumlaştırıp ettim. Bu yılınızımı çık yaptı burun alağa kılıp hemen uyumsuz tünügün keşte Amsterdam'ın çoğun bir gavga çıktı da Amsterdam'ın aşnımıda çoğun bir futbol musabakası yaptı. Gollandiya'daki yani Ajax'ten bir futbol komandasından İsrail'deki bir futbol komandası musabaka oynaptık yani bu yerde. Musabakadan keyin İsrail'ni kollaydiganlar bilen Palestinni kollaydiganlar o'rtasida gavga chiqibdi. Bir tal Palestin İsrail'nin bayrağını qadab qo'ygan elitib u yerga Palestin bayrağını qadabdi. Şunu bilan bu jangchilar chiqib nurg'ulga adam yorilibdi. Nurg'un narsa chiqilib cho'ng jidallabdi Amsterdamda. Amsterdam shahar ichida shular bo'lgandan keyin tunugin buni xabar taqibdi. Bugun Gollandiyaniki bosh ministri Amsterdamning shahar boshlig'i bu vaqtda so'zladi. So'zlamasini men nimada ko'rdim televizorda. Amsterdamning shahar boshlig'i Helisma xonim jiddiy yig'in ichib, mushu bugundan boshlab bir hafta Amsterdam Dam maydonida aniq vaqtda nima ekan, hozircha shu bir hafta deydi. Belki ondan uzak o'xshaydi. Bütün namoyish cheklanibdi. Amsterdam nimasida har qanday faoliyat cheklandi deb e'lon qilgandan keyin men nimaga televizorda ko'rib bo'lgan ekan, men telefon qildim-da nimaga? Hukumatga yoki soqchiga telefon qildim, Amsterdam shahar soqchiga. Ya bizning bu Cumhuriyet kuni men 2 hafta burun iltimos qilgandim. Men har yil Amsterdam Dam maydoni Cumhuriyet kuni faoliyatini qutlab o'tmasligimni xabaringiz bor. Bizning o Palestin İsrail'le hiç qanday münasebetimiz yok. Bizniki biz özümüzdeki Xitoyga qarshi hareketimizni oldin qo'riqlab ep boramiz. Men ya Palestinniki İsrailning qo'llovchisi emas, shunga meniki ashada Sharqdan Cumhuriyet kuni xotirash faoliyati uchun bir menga shu ruxsat bergan bo'lsanglar, shirkat bilan ruxsat bergantinglar desam, bular deydi, Tunugunning ya Amsterdamda cho'ng jidal chiqqani uchun Amsterdam shahar boshlig'i jiddiy yig'in ichib Amsterdamda dairesinde deydi. Amsterdam şehir dairesinde namoyish qilish barliq faoliyatini cheklayapti deydi. Bu qachon bu cheklama qachon amaldan qoldirilsa uni uqmaymiz deydi. Qachon amaldan qoldirilganligi bu cheklama amaldan qoldirilgan vaqtidan boshlab aniq ya namoyish qilsang bo'ladi, faoliyat o'tkazsang bo'ladi deydi. Shunga mus sabab tufaylidan Falastin bilan İsrailniki qo'llovchi o'tirishini kelib chiqqan jidal sababidan Amsterdam Dam maydoniga barliq har xil turdagi tipdagi namoyish, tabriklash faoliyatlariga cheklanib qo'yibdi. Shu sababdan Amsterdam Dam maydonida bu yil Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni faoliyati xotirlanmaydi. Ya'ni o'g'illikka yakshanba kuni. Yakshanba kuni soat 3 dan soat 5 gacha shu Cumhuriyet kuni faoliyati xotirlanadi. Bu qatnaqi Cumhuriyet kuni xotirash faoliyati qildigan me'morlar aniqda qildigan, biz kilimiz deb o'zi ma'lum qilganlar.
Bizim Uyghur teşkilatları ve Uygurlar var. Ondan başka Tibetler vardı, Cenub Mongoliyalılar vardı, Hong Kongluk vardı, Kantonilik vardı, Cin devletindeki ulanmasın bakken. Ondan başka yani olay yani yeni bir mihman var. O mihman kim oldu sanlar? Pakistan'daki Balochistan Milliy Mustaqillik Hareketininki baş sekreteri memle alakalaşıp bizim aşı Cumhuriyet'in faaliyeti katlaşmayız degan diyorlar. Katlaşsan buludu, sen bizim Uygurlarla bir karışken batında da kelemse dep, onunla katlaşışa makul degantimde. Afsus endi hozir endi bu hafta o'tkazilmaydigan bo'ldi. Navoiyda kelar hafta Amsterdam Dam maydonidagi shu faoliyatlar cheklanib amaldan qoldirilsa, balki kelar hafta Amsterdam Dam maydonida Cumhuriyet'in faoliyat o'tkazib qolishimiz mumkin. Onu shu ahvol qarab yana sizlarga uqtirish qilaman. Unda esa bugungi suhbat mishada oxirlashdi. Başqa so'ragan bir savollar bir narsa bormi yo'qmi qarasam inkoslarni bir narsa yozilmabdi. Shunga mushu ma'lum ma'riflashtirgan namoyish bo'lsin yoki Gollandagi boshqa Uyg'ur tashkilotlar hamkor o'rlashgan namoyishlar bo'lib qolsin va yoki Xitoy qarshi kuchlar bilan birlikda o'rlashtirgan faoliyatlar bo'lib qolsin, har xil salbiy bizniki ittifoqligimiz, barobarligimizga yaxshi ta'sir etgan gap so'zda taqilib qolib qolsa, bunday gaplik oldirib ishonmayli, to'g'ri taqilayotgan odamning kim ekanligiga diqqat qilayli. Faqat kallanlarni o'tmaga shu qolib qolsa, men bu odam bo'lgandan keyin chiroyli telefon qilib, ko'rishib, ahvol nima qilsanglar bo'ladi. Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni bizningki Sharq diasporada elib berayotgan Sharq Turkiston Milliy Mustaqil Hareketining qibulnomasi bizning ruhiy o'ziqimiz. Bu kunni biz mangu unutmaymiz, mangu xotirlaymiz. Da Sharq Turkiston mustaqillik davlatimiz asli keltirib, Sharq Turkistonda bu davlat bayramini xotirlagicha biz chet ellarda bu faoliyatni izchil davomlashtiramiz. Shunga har xil bahona sabablar bilan, har xil uqishmasliklar bilan ma faoliyatma biz manda qatnashmaymiz degan mandaq gaplarga oldirib devatmayli. Bu Sharq Cumhuriyet faoliyati yalnız mening emas, bütün Uyg'urlarning, jumladan Sharq Turkistonliklarniki xotirlaydigan bir simvollik kun. Bu kundan xotirlash bizniki milliy ham vijdoniy burchimiz. Shuning uchun Xitoy davlatga qarshi barliq hamkorlashgan kuchlar bilan qizilsizligimizni aniq qilgan, nishon g'oyamiz aniq bo'lgan, ular bizniki shu qizilsizligimiz hurmatga asosida hamkorlik olib boradigan faoliyatlardan qolmayli. Biz mashaga berish orqali o'zimizning mustaqil qiyosini bildira olamiz, o'zimizning gapini deya olamiz, shu maydonni kontrol qila olamiz. Buni eng tipik misol deb berdik. Bir oy burun Amsterdamda olib bo'lgan Xitoy davlatining 75 yillik qarshi namoyishda gerç namoyish o'rlashtirganlar Xitoy demokratchilari, boshqa Xitoydagi o'xshamagan guruhlar bo'lsin, maydonning asosliq faoliyatniki jonlanish ketishga bizning Uyg'urlar kuch chiqadi. Şey bağlan kalıcı Uygurluk etki. Hemimiz sözüldük, hemimiz şuvartı olduk, hemimiz birbirimizde kollap aşağı kaldığımız için ayada başkaça tesir verdik. Muşu köpçülükün üzere hemkarlaşkanlığının ifadesi. Xitay'ın özünün küçüklüğünü bildirdik. Aşağıda Cumhuriyet günü bana Şarkı'dan devlet marşını koysak, hem mıhta tiktirip anıldık ama biraz vıdık kılamadı. Biz var, korkmay, özümüzün sözünü ilik diyelsek, Xitay'lar bizge kilitine olduğumuzda boysundurunuz. Bu hech qatnam faoliyatlarda men izchil buni ko'rsatdim, amaliy harakatim orqali. Shuning uchun buning deydiganim, ularla hamkorlikni men mingiveraman, menga nishoni g'oyam, qizilsizligim aniq, ular shu qizilsizlik kelgan vaqtda hamkorlashimiz, qizilsizlik chiqayotgan vaqtda ular hamkorligimiz tugaydi. Boshqa bugungi suhbat mishal oxirlashdi. Boshqa yana so'ragan savollar qolib qolsa, inkos qilib qolsangizda hammangizga ko'pdan ko'p rahmat.